Ha. Bize balık tekrar bering. Baliq ushlab keldinglarmi? Qani, voy. Baliqlarga rahmingiz kelmaydimi? Undan ko'ra kelinglar, mana suv oqib turibdi. Suvga qo'yib yuboramiz. Kichkina baliqchalar. Buni ham suvga qo'yib yuborsak. Ana kert oqib. Xudo xohlasa keyingi yilgacha katta baliqlar bo'ladi. Kichkina baliqlar. Baliq oviga keldik. Kichkina baliqchalar tushib qoldi. Bolajonlarimiz qovurib bering deb aytib qo'yinglar. O'zi baliq ovchilarda shunaqa narsa bor, kichkina baliqlarni qo'yib yuborish kerak. Uni yeb ichingizga baliq tushmaydi. Qo'yib yuborsiz, inshaalloh keyingi yil kelishingizga bemalol 600-701 kilolik baliq turadi. Shuning uchun men kichkinasaga oqizib yubordik. Baliq pishirish yaxshi, ammo ovlash, tutish uni zavqi undan ham zo'r. Telefonlarga telefon qilib kelaverasizlar do'stlar. Baliq chiqargan xizmatinglarda.